Poytaxtimizdagi Olimpiya shaharchasi o'yin sport turlari majmuasida gandbol bo'yicha erkaklar va ayollar jamoalari o'rtasida O'zbekiston chempionatining birinchi davra o'yinlari boshlandi. Musobaqada yurtimizning eng kuchli 8 ta ayollar va 10 ta erkaklar jamoalari g'oliblik uchun kurash olib bormoqda. Dastlab shu haqda. Yurtimizda jamoaviy o'yin turlaridan biri bo'lgan gandbol tobora ommalashib, izchil rivojlanib bormoqda. Ayniqsa terma jamoamiz a'zolarining xalqaro maydonlarda qo'lga kiritayotgan yutuqlari sport muxlislarini quvontiryapti. Bu natijalar zamirida mamlakatimizda sport sohasini qo'llab-quvvatlash, yoshlarni sog'lom turmush tarziga jalb etish borasida amalga oshirilayotgan keng ko'lamli islohotlar mujassam. Yaratib berilayotgan zamonaviy sharoitlar tufayli bugungi kunda gandbolchilarimiz shinam va xalqaro talablarga javob beradigan sport majmualarida muntazam mashg'ulotlar olib borishmoqda. Shu bilan birga nufuzli musobaqalarni yurtimizda o'tkazish bo'yicha bildirilayotgan ishonch ham mamlakatimizda sport infratuzilmasi tobora mustahkamlanayotganidan dalolat beradi. O'zbekiston chempionatining tantanali ochilish marosimi yuqori saviyada tashkil etildi. Tadbirda so'zga chiqqan mutasaddilar jamoaviy o'yin turlarida qo'lga kiritilayotgan yutuqlar, ayniqsa gandbol bo'yicha erishilayotgan natijalar muxlislar qalbidan chuqur joy olayotganini alohida ta'kidlashdi. Shuningdek, joriy yilda Yaponiyada bo'lib o'tadigan nufuzli Osiyo o'yinlariga tayyorgarlik masalasiga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu musobaqada gandbol bo'yicha terma jamoalarimizdan munosib ishtirok va yuqori natijalar kutilyapti. Joriy chempionatda yurtimizning eng kuchli 8 ta ayollar va 10 ta erkaklar jamoalari g'oliblik uchun bahs olib bormoqda. Erkaklar o'rtasidagi birinchi davra uchrashuvlarida jamoalar A va B guruhlariga bo'lingan holda bellashmoqda. Ayollar jamoalari ham ikki guruhga taqsimlangan holda musobaqalarda ishtirok etyapti. Har bir uchrashuv keskin va murosasiz kurashlarga boy bo'lmoqda. Chempionat 28 fevralga qadar davom etadi. Shubhasiz mazkur musobaqa nafaqat mamlakatimizda gandbol rivojiga xizmat qiladi, balki iqtidorli yosh sportchilarni kashf etish, terma jamoalarimiz uchun munosib zaxira shakllantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi.